Topikni titki va ikki testlarni yaxshi ishlamoqchi bo'lgan o'quvchilar. Bundan tashqari, sigini muammosiz yaxshi yozmoqchi bo'lgan o'quvchilar, sizga bugun juda ham yaxshi ikkita maslahat beraman. Koreys tilini o'rganib boshlaganingizdan keyin 2, 3, 4 daraja uchun grammatik va so'zlar o'rganayotganingizda yana bitta narsani o'rganishingiz juda ham muhim. Bu koreys tilidagi ibora va maqollar. Koreys tili ibora va maqollar juda ham ko'p va ularning hammasi ko'pi testda chiqadi. Salkam hamma o'quvchilarni ko'rsangiz, topik ilki, titki, sigin ichidan sigi balli boshqa ikkita bo'limga qaraganda ancha pastroq chiqadi. Nimaga? Chunki juda ham ko'p o'quvchilar qiladigan bitta xato bor. Ular koreys tilida insho yozishni topikka kelgandan keyingina mashq qilishadi. Undan oldin mashq qilishmagan bo'lishadi. Obyezatsiyani imtihonga tayyorlanishdan oldinroqdan koreys tilini o'rganish jarayoningizda ham osonroq mavzulardan kichik insholar yozib, keyin esa qiyinroq mavzularga insholar yozishni mashq qilish kerak. Koreys tili va topik haqidagi bundanda qiziqarli va foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Va aytgancha bizda yaqinda topik va chungib kurslari ochilyapti. Agarda darslar qiziq bo'lsa, mana shu raqam orqali bizga murojaat qiling.